Assalomu alaykum, Yakov House obunachilari. Vokzal yonidan dim ko'p kvartira so'raydingizlar. Marhamatimdan manejni dik yonida. Bu yerlarimiz ham ko'rishingiz mumkin. O'zini parkovkalari, zonalari bor, deski plashatkalari, magazinlari, hamma narsa qulay. Ikkinchi qavatda 3 xonali kvartira chiqdi. Sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Yakında ikinci qavatga chiqdik. 3 xonali kvartiramiz. Bu proyektlarni bilasizlar, standart proyektlar. Bu tarafında oshxonasi bo'ladi, balkoni. Bu yerimizda esa mehmonxonasi, shuningdek katta zali bo'ladi. Yurtdoshlarimizdin. Avoydan chiqib turibdi. Kvartira полностью hozir banda kichkina detskimiz bor. Bu tarafda katta deskimiz bor. Hojatxonasi, yuvishxonasi alohida. Yakında kvartirani полностью ko'rib chiqdik. Pastlarini tushuntirib o'tiraman. Чистый taxta pol, analari akfadan, duh kontrining katyollari ham bor kvartirani. Eng ajoyib yeri narxi ko'p so'raysizlar vokzalyandan, ikkinchi qavatdan tim bo'ldi. 3 xonali. Narxini qaranglar. 480 million Afg'onga keladigan yeri bor.